Have you heard of apple mite? Olma kanasi haqida eshitganmisiz? Unga qarshi samarali kurashmasangiz, nafaqat shu yilga, balki kelgusi yilgi hosildan ham ayrilishingiz mumkin. The apple mite is a white Olma kanasi olma daraxti va boshqa mevali daraxtlarning barg shirasini suruvchi keng tarqalgan zararkunandadir. U barglarning sarg'ayishi, qurishi, o'rgimchak turlari hosil bo'lishi va barglarning to'kilishiga olib keladi. Shuningdek, kelgusidagi hosillarga ham ta'sir ko'rsatadi. To combat these pests, it's crucial to identify early signs. Ushbu zararkunandaga qarshi kurashish uchun dastlabki belgilarni o'z vaqtida aniqlash va biologik kurash usullari, masalan, xonqizi kabi yirtqichlar hamda kimyoviy kurash usullari, mos akarisidlarni navbatma-navbat qo'llash kombinatsiyasidan foydalanish juda muhim. Qishda purkash kanna tuxumlarini yo'q qilishga va ularning sonini kamaytirishga yordam beradi. How can we quickly and easily identify an apple mite infestation? Olma kanasi tushganini qaysi belgilar orqali tez va oson aniqlaymiz? Buning uchun biroz e'tiborli bo'lish kifoya. Barglarda sariq yoki jigarrang dog'lar va o'rgimchak to'rlari paydo bo'ladi. Barglarning qurishi va to'kilishi yuzaga keladi. Daraxtning o'sishi sekinlashadi va kelgusi yilgi hosilga katta zarar yetkazadi. Use compounds like volk oil and acaricide during winter to destroy mite eggs. Kana tuxumlarni yo'q qilish uchun qishda volk moyi yoki akarisidlar kabi birikmalardan foydalaning. O'sish davrida Envidor, Neyron va Abamectin kabi akarisidlarni qo'llang. Zararkunandalar qarshiligini oldini olish uchun turli akarisidlarni navbat bilan ishlatib turing. Ta'kidlash joizki, kanalarni nazorat qilish uchun pestisidlarni volk moyi yoki emulsiyalangan moy bilan birga ishlatish kerak. Aks holda ular samarali bo'lmaydi. Along with this, properly implementing agrotechnical measures also greatly helps in combating this pest. Bular bilan birga agrotexnik tadbirlarni to'g'ri olib borish ham ushbu zararkunandaga qarshi kurashishda katta yordam beradi. Muntazam va to'g'ri sug'orish daraxtlarni sog'lom va kuchli saqlaydi. Hatto kana eng ko'p tarqalgan davrda ham. Barglar to'kilgandan keyin tuproqni haydash qishlovchi kanalarning sonini kamaytirishga yordam beradi. Yuqori kaliyli o'g'itlar va mikroelementlarni o'z ichiga olgan muvozanatli o'g'itlar orqali daraxtlarni mustahkamlash ularning zararkunandalarga chidamliligini oshiradi.